Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz sizlarga yana video lavha qilyapmiz. Bugun To'yintog'da oxirgi kun. Nasib bo'lsa, bugun sizlar 14-aprel 2025-yil. Bugun final. To'yintog'da oxirgi kuni qo'yiladi. Nasib bo'lsa, endi pullar joylarga ketadi. Bizni kuzatishda davom etingizlar, like'larga umlatib bosingizlar. Qadoshga qilganingiz uchun rahmat. Javohtanbek qadoshga qilyapsizlar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Kim qayerdan kuzatyapti? O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kuzatyapti bizlarni. Musofirlar yigitlar kuzatyapti. Hammalaringizga kattakon rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Mana qo'yishdi, o'tlayapti. O'tam sarg'ayib qoldi. Endi bu yerda turishning foydasi yo'q. Kun ham issiq bo'lyapti. Eshak yuradi qo'y bilan oralab. Ko'rpadik. Bizda shunaqa holat. Hammalaringizga kattakon rahmat. Videoga maksimal like'lar bosdilar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Hamisha jonlaringiz sog' bo'lsin. O't zo'r. Danlab qolganlarga. Faqat dan terlaydi. Bu dori. Mana aka To'yintog'ning usti. Mana shu qirg'aning usti. Shu qirg'aning usti beshkin bir. Nari orqasida tovib turgan kayki. Ayvanch dedi. Shu qirg'aning ustiga chiqsam, gulbahor ko'rinadi. Shu qirg'aning ustiga chiqsam, gulbahor ko'rinadi. Mana qo'ylar o'tlashni qarang, rosa dam olasiz. O'tlayapti joyda. Mana katta qirg'oqtov chirik. Bu esa Qabadiyon. Mana shu o'rtada Chilchor chashma. Shunaqa gaplar. Mana keyin nuqatak. Qo'yni damlatib tashlaydi. Mana shu ot.
Assalomu alaykum. Mana ot so'ragan akalarga. Mana otlarni ko'ringizlar, tomosha qilingizlar. Mana bitta, ikkita, uchta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ta. 11ta katta ot. Bitta boytol. 3ta ot tug'an. Manaki. Beh. Manaki ko'rishingiz mumkin. O'sha orqada ikkinchi zo'r o'zgaribdi. Bu qayerda yuribdi degan akalarga, bu Murattepaning ustida. Murattepa tovoni ustida, Qarqo'datning ustida. Shu tarafga ketyapti. Beshikning ikki tarafiga ketyapti. Bugungi slay 15-aprel 2025-yil.